Yetim xonalarda yig'layotgan yetimlarni ko'zini yoshini o'zing artgin Allohim. O'zing asra yo Robbim. Ularga rizq ro'zini o'zing ber Allohim. Ularni yetimligiga biz sababchimiz. Chunki biz to'qlikka sho'xlik qilamiz. Bilib turib, shu davlatimizda yetim borligini bilib turib, to'y hashamlarimizga aroq qo'yapmiz. Ko'chalarda sigaret chekyapmiz. Yetim beva bechoralarni o'ylamayapmiz. To'qlikka sho'xlik qilyapmiz. Allohim, bizni o'zing kechir. Nomardlardan qilmagin yo Robbim. Ona otalariga o'zing insof ber. Ko'r-ko'rona farzandlarini yetimxonaga tashlab ketyapti. Ko'r-ko'rona farzandlarini ko'rib turib ajrashib ketishyapti. Ko'r-ko'rona tirik yetim qilishyapti o'z farzandlarini. Allohim, ularni bu dunyoda o'zing kechir. U dunyoga qo'yma ularni azobini. Shu dunyoda kechir. Yo Robbim, o'zing asra ularni. O'zing